Sizda ham bir necha yil oldin buzib tashlangan uy yoki noturar binoning haqqoniy bahosini aniqlashda muammolar yuzaga kelyaptimi? Kompensatsiya miqdorining kam to'lanishidan xavotirdamisiz? Endi bu muammo emas. Videoni oxirigacha kuzating va yechimini bilib oling. Ko'pchilik buzilib ketgan mulkning o'tgan davrdagi asl qiymatini yoki bugungi kundagi bozor bahosini qayta tiklab bo'lmaydi deb o'ylaydi, lekin buning qonuniy yo'li bor. Biz buni yagona baholash milliy standarti va amaldagi qonunchilik asosida mutlaqo aniqlab belgilab bera olamiz. Buzilgan binolarni baholashda baholash faoliyatining bir necha yondashuvlaridan foydalanamiz va ularning natijalarini muvofiqlashtirish orqali bozor bahosini aniqlaymiz. Ya'ni yemilish darajasi va joylashuv joyini ham inobatga olgan holda bozor bahosi aniqlanadi. Xadicha Sulaymonova nomidagi Respublika sud ekspertiza markazi bu bo'yicha katta tajribaga ega. Biz ham jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlariga asosan mutaxassis fikrlari beramiz. Shuningdek, advokatlik so'rovlari va sud va tergov organlarining ajrim va qarorlariga muvofiq sud ekspertiza xulosalari taqdim etamiz. Buning uchun sizdan faqat ariza va o'sha obyektga tegishli bo'lgan hujjatlar taqdim etilishi talab etiladi. Huquqlaringizni qonuniy himoya qiling, savollaringizni izohlarda qoldiring yoki bizga murojaat qiling.